Assalomu alaykum. Bugungi siz bilan suhbatimiz nutqi kechikayotgan bolalarning onalari uchun kerakli tavsiyalar haqida bo'ladi. Hozirgi kunda ko'pgina onalarni shikoyati, xavotiri bolalarni nutqi kechikayotganidan, ya'ni bolam nutqi kechikyapti, tengqurlaridan, tengdoshlaridan ancha nutqi kech gapiryapti, so'zlari kam deb shikoyat qilishadi. Men bitta misol bilan bo'lgan vaziyat bilan siz bilan bo'lishaman. Avvalambor men yo'lda ketayotganimda bir ayol o'zidagi bolasini, 2 yoshdagi bolasi bilan o'tirganini ko'rdim va u bolani ayolni qo'lida qog'oz tashxis yozilgan va men undan so'radim, farzandingizni logopedga olib borib kelyapsizmi desam, ha deyishdi. Qanday tashxis qo'yildi desam, ochib qarasam ZRR tashxisi qo'yilgan. Ya'ni nutq kechikishi. Farzandingiz necha yosh desam, 2 yosh. Yaxshi gapirmaydimi desam, yo'q, uncha yaxshi gapirmaydi. Oyi ada deydi, bo'ldi, unaqa so'zlari kam deb aytdi. Xo'p, nima qilasiz farzandingiz bilan? Siz bilan ko'proq qanaqa vaqt o'tkazasiz u bilan desam, farzandim har doim meni yonimda, uyda bo'laman, uy ishlarimni qilaman, u yonimda o'tiradi deb shunaqa deb. Xo'p, farzandingiz bilan siz qanchalik ko'p muloqot qilasiz, qanchalik ko'p gaplashasiz desam, farzandim bilan deyarli gaplashmayman. Chunki ishlarim bilan bo'laman, uni oldiga o'yinchoqlarni qo'yib qo'yaman, telefonimni berib qo'yaman yoki televizor yoqib qo'yaman, u bolam o'tiradi, o'ynab o'tiradi. Rosa mo'min, qobil bola. O'ynab o'tiradi deb. Aynan mana shu jim o'tirgan bolada o'sha boshlangan tashxis. Ya'ni unda nutq kechikishi bor. Bola sho'x bo'lishi kerak, bola harakatchan bo'lishi kerak, bola qilayotgan har bitta harakatida pozitivni, ya'ni energichni holat bo'lishi kerak. Jim o'tirgan bolada holat o'sha pasaygan bo'ladi, ya'ni normadan pasaygan. Va u bola onaga men ham o'zimni kerakli tavsiyalarimni berdim. Va shu tavsiyalarni siz bilan bo'lishmoqchiman. Ya'ni farzandingizga 2 yoshligiga yetmasidan telefon bermang. Hali nutq chiqmasidan, hali ada, oyi degan so'zlari chiqmasidan kichkina farzandingizga umuman telefon, gadjet, televizorlar ham taqiqlanadi. Ko'proq muloqot bo'lishi kerak. Ona bilan, oila a'zolari bilan ko'proq muloqot bo'lishi kerak. Agarda siz farzandingizga telefon berib qo'ysangiz, albatta bolangiz jim o'tiradi. Yig'lamaydi, to'polon qilmaydi, sizga xalaqit bermaydi. Siz bemalol ishlaringizni qilaverasiz. Lekin bu noto'g'ri. Bola telefonda orqali ko'rganda u faqat ko'radi, eshitadi. Lekin u bilan muloqot bo'lmagandan keyin uni nutqi chiqmaydi. U eshitgan so'zlarini gapirishni boshlaydi. Siz telefonda nima qo'yib berasiz? Chet el videolari bo'ladi, inglizcha gapirilgan so'zlar yoki har xil koreyscha, hindcha gapirilgan videolar bo'ladi. Va bolaning nutqi qarabsizki, ko'pchilik yaponcha, xitoycha gapiryapti deyishadi. Bu uni ko'rgan videolardan bo'ladi. Ya'ni nutqi noto'g'ri shakllanishni boshladi. Nimani eshitsa bola o'shani gapiradi. Bola o'sha ko'rgan narsasida eshitgan so'zlar orqali gapiradi. Keyin ko'p onalar yoki buvilar, dodalar xursand bo'lishadi, adalar xursand bo'lishadi. Voy, meni bolam mami deyapti, daddy deyapti, hi, hello deyapti deb inglizcha gapiryapti deyishadi. Lekin o'zbekchada oyi, ada, buvi, assalomu alaykum, xayr degan so'zlar nutqida yo'q. Lekin inglizcha gapirayotgani uchun juda ham xursand bo'lishadi. Bu eng katta xato hisoblanadi. Bolaning nutqi o'zbek tilida oldin chiqish kerak. Agar siz o'ris bo'lsangiz, ruscha chiqish kerak. Agar siz karis bo'lsangiz, karischa chiqish kerak. Agar siz o'zbek bo'lsangiz, o'zbek nutqida chiqish kerak. Uyda qaysi tilda ko'p gaplashilsa, o'sha nutqda bolaning nutqi chiqish kerak. Lekin bu holat achinarli holat hisoblanadi. Biz mutaxassislar tomonidan qaraganda achinarli, lekin boshqa tomondan qaraganda ular xursand bo'lishadi. Borib siz u sizni gapingizni tushunadi, lekin u sizga gapirayotganda inglizcha yoki boshqa tilda gapiradi.
va siz ham unga, men ko'p ish jarayonida ko'rganman, farzandini 5-6 yoshli farzandini olib kelishyapti, farzandi inglizcha gapiryapti. No, mommy, daddy, hi, bye deyapti. Lekin ona bo'pti bolam, yaxshi o'tir, men ketdim, nima yeysan, nima ichasan deyapti, bola tushunmayapti. Lekin javob inglizcha bo'lyapti. Uni biz boshqatdan xuddi chet ellik bolasini til o'rgatilgandek, biz unga ona tilini o'rgatishga majbur bo'lganmiz va u albatta o'rgangan. Chunki agar bu holatga olib kelmaslik uchun siz avvalambor mana bu telefon gadjetlarini o'zingizdan yo'qotishingiz kerak bo'ladi. Bola ko'rganidan atrofdan o'rganadi. Siz o'tiribsiz, telefonda o'zingiz o'tiribsizmi va albatta bunday qilish mumkin ekan deb tushunadi. Bola shunday tushungandan keyin u ham sizdan telefonni talab qiladi, yig'laydi. Oddiy so'rolmagandan keyin yig'lab talab qiladi. Yig'lab talab qilganidan keyin siz albatta berasiz. Jim bo'la qolsin, yig'lamay qolsa, hozir gap eshitaman yig'lagandingizda telefonni berib qo'yasiz. Va bola o'sha narsani ko'radi. Bu eng katta birinchi xatolaringizdan hisoblanadi. Nutqi kechikishi va nutqi noto'g'ri chiqishi. Ikkinchi sabab muloqot yo'qligi. Ya'ni farzandingiz bilan kam muloqot qilishingiz. Farzandingiz siz uy ishlarini qilayotganida mayli telefon bermasiz, o'yinchoqlarni o'ynab o'tiradi. O'yinchoqlarni jim o'ynab o'tirishi bu eng katta xato. Bir o'zi o'ynab o'tirish ham noto'g'ri hisoblanadi. Bola bilan birga o'sha o'yinchoqlarni o'ynashingiz kerak. To'g'ri aytasiz, hozir qandoq o'ynayman, qaynatamni xizmatini qilishim kerak, uy ishlarimni qilishim kerak deysiz. Lekin qachon ish tugagan? Siz uy ishlarini qilishim kerak, uyimni toza tutishim kerak deysiz. Lekin bu yerda farzandingizni umri, yoshi o'tyapti, yoshi rivojlanadigan davr o'tib ketyapti. Sizga muhtoj davr o'tib ketyapti. Mana shu davrini bolani nutqi chiqqungacha, bolani nutqi to'liq chiqqungacha bo'lgan davrini siz bilan ko'proq muloqotda o'tkazish kerak. Ya'ni nafaqat siz bilan, adasi bilan, buvisi, dodasi bilan, atrofdagi insonlar, aka, opa, ukalari bilan muloqotda o'tkazish kerak bo'ladi. Ya'ni boyagi chet el multfilmlarini ko'rgandek, nutqi to'liq o'zbek tilida chiqmaguncha chet tilini qo'shish kerak emas. Boshqa tilni qo'shish kerak emas. Bu ham bitta tavsiya hisoblanadi. Ya'ni bola bilan o'yinchoqlarni qo'yib berganingizda u bilan birga o'ynashingiz kerak. Birga kubiklarni mana hali nutqi chiqmagan bolangiz, 1 yoshga to'lmagan go'dagingiz kubiklar o'ynatasiz, har xil mashinkalarni berasizda, uni birinchi taqlid so'zlar bo'ladi. Bolada birinchi oson so'zlar, bir bo'g'inli so'zlar chiqadi. Nanni, mammi, yana non, choy degan so'zlar, bir bo'g'inli so'zlar chiqadi. Oldin ada, oyi, mana shular bir bo'g'inli oson so'zlar. Bolaga oldin oson so'zlar o'rgatiladi. Shu o'ynayotgan narsasida bum, mana yiqilib tushdi, bum, voy deysiz. Yoki nimadir qurdingizda, voy, zo'r deysiz. Ham mimika, ham jest, ham yuzdagi emotsiyani ko'rsatsangiz, bola o'shani o'rganadi va nutqi chiqishiga, nutqi ravon, to'g'ri chiqishiga yordam beradi. Bu sizga ikkinchi tavsiya. Keyingi tavsiyam, agar farzandingizni nutqi kechikayotganini ko'rdingiz, farzandingizda tengqurlarga nisbatan so'z boyligi, lug'at boyligi kamligini ko'rdingiz, darrov harakatga tushing. Darrov hamma ishlaringizni qo'ying-da, bola bilan bir kunda 1 soat, mana 15 minut bo'lib oling. O'sha 1 soat. O'sha 15 daqiqa o'tirib gaplashing, suhbatlashing. Hattoki ish qilib yuribsizmi, yoningizda bolangiz bormi, o'sha qilayotgan ishingizni, uni qilayotgan ishi haqida suhbatlashing, gaplashing. Dazmol qilib o'tirganingizda o'sha bolani qo'liga o'yinchoq berib qo'ygan bo'lsangiz ham, voy o'yinchog'ingni deb ham dazmol qilishingiz mumkin, ham uni o'ynayotgan narsasi haqida suhbat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham bolangizni nutqi o'zini normasiga yetishga sababchi bo'ladi, foydali bo'ladi.
bola qanchalik ko'p muloqotga kirsa shunchalik ko'p gaplashadi. Ana ko'pchilik ayollar yana buvi dodalarni qo'liga berib qo'yishadi, o'shalar bilan qoladi, o'shalar bilan gaplashadi deb o'ylaymiz. Bor, to'g'ri, shunday buvi dodalar bolasi bilan, nevarasi bilan gaplashib o'tiradiganlar bor. Lekin aksincha hozir afsuski buvi dodalar hozir yosh buvi dodalar ular ham bolaga jim o'tirib qolsin, o'ynab o'tirib qolsin deb qo'liga o'z telefonlarini berib qo'yishadi yoki televizor yoqib berishadi. Buvi dodalarning ham bu yerda juda ham katta roli bor. Bolani nutqi chiqishida, ravon chiqishida, o'z vaqtida chiqishida hamma oila a'zolari, nafaqat onani, barcha oila a'zolarining o'zini katta o'rni bor. Eng muhim o'rin albatta onani zimmasida. Chunki ona bilan ko'proq vaqt bo'ladi. Farzandingizni agarda siz ishga chiqib ketishingiz kerak bo'lsa, kichik yoshligi 1 yoshdan tashlab ketishingiz kerak bo'lsa, ishdan kelganingizdan keyin ham bola bilan ko'proq o'ynashni yoki nyankaga bermoqchi bo'lsangiz, bola bilan ko'proq gaplashish kerakligini yoki bu dodasiga tashlab ketayotgan bo'lsangiz, bola bilan ko'proq gaplashishligini kerakligini, telefon bermasligini tavsiya berib keting. Bugungi tavsiyalarim mana shular edi. Bolani tarbiyasi, bolani to'g'ri rivojlanishi, to'g'ri nutqi chiqishi haqida yana ham ko'proq ma'lumot olish uchun mana sahifamga obuna bo'ling va mani Instagram sahifamda ham kuzatishda davom eting. U yerda ham siz uchun ham foydali va kerakli ma'lumotlar haqida bo'lishi